Hamro boboning orqa tomonidan 3-etaj 2 xonali bo'lgan kvartiramizni obzoriga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda bolalar o'ynaydigan joylari ham bor. Parkovka uchun ham joylari yetarli. Mana uyimizga ham ko'tarib oldik. Ko'rib turibsizlar, uyimiz shinamgina chiroyli qilib remont qilingan ekan. Eslatib o'taman, uyimiz 2 xonali uy bo'ladi. Kirganimizda chap qo'l qismimizda o'zini sanuzel qismi joylashgan. Bu yoqda esa birinchi xonamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana buni emulsiya deb o'ylash mumkin ko'pchilik. Bu aboy qilingan, emulsiya emas. Tashqariga qaragan, bu yoqda derazalari joylashgan. Bu yoqdan chiqqanimizdan keyin yonginasida ikkinchi xona ham shu yerda joylashgan ekan. Kirganimizda to'g'rida konditsioner joylashgan. Eslatib o'taman, uyimiz hamma mana shu ko'rib turgan texnika jihozlar bilan birga sotiladi. Hamma ko'rib turgan narsalar mana shu uyda qoladi. Даже mana bu Wi-Fi ham. Bu yoqda televizor ham bor, isitish radiatorlariga ega. Bu yoqda ham o'zini derazasi bor, havo almashar ekan. Endi esa ayollar yaxshi ko'radigan oshxona qismi. Oshxonamizga kirganimizda o'zini Yevrokataloniga ega ekan. Bu yoqqa bitta kuxonli mebel qilib olsanglar, boshqa ishi yo'q. Tashqari manzarani ko'rishingiz mumkin. Mashinalarni bemalol qo'yishga ham joy yetarli ekan. Eshiklarimizga ahamiyat qaratgan bo'lsanglar, eshiklarimiz hammasi bir xil yaxshi sifatli eshikdan o'rnatgan ekanlar. O'zi bu uy sotish uchun qilinmagan. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 327 million so'm. Xohlovchilar uchun 200 millionini hozir to'lab, qolgan 127 millionini 2 yil davomida uzib olishsa ham bo'ladi. Mana shu videoning pastida egalarining nomerini qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib savdosini qilsanglar bo'ladi. Yana ozroq o'tadigan joyi bor.